Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Fermer akalarimizga joniga oro kirgizadigan mashina Isuzu D-Max Sahar modelimiz. Aynan bu modelimizda voyennilarimiz, shu ichki ishlar xodimlari juda maza qilib haydashadi bu modelda. Bu fermer akalarimizga shundaqa qulay modelki, orqasini bortini o'zi ko'ringlar, bu 2 metrga 1,5 da. Keng, juda keng. Kattaligini qaranglar. Bemalol chekka joylarda mazza qilib haydab yuradigan model. Ishlarini ko'ringlar. 1,5 motor. 4x4. Nima deysizlar bu modelga? Mana tayyor turibdi. O'g'sanglar bo'lmaydimi? Ko'rpachani tagida pulni yig'masdan, mana jonga oro kirgizadigan model shu bo'ladi. Harakat qilinglar. Kattaligini qaranglar, bortini. Aynan qora rangi bor. Nalichida hozir tayyor turibdi. Kelinglar, mana olib ketinglar. Ma'qul keldimi? Kommentariyada javoblarini kutib qolaman. Aynan dizel modeli. Bemalol dizel tanlamasdan, xolagan joylaringdan salarkani qo'yib, mazza qilib haydab yursanglar bo'ladi. Rasxod ko'p emas. Shaharda ichiga 8 ta, dalniga, naborot dalniga 8 ta, shaharda ichiga 10 ta. Bemalol dalada ham mazza qilib haydab yuradigan model mana. 1.9 motor. Bu degani 150 ot kuchi. Mazza qilib haydab yuradigan-a. Ishlarni ko'ringlar mana. Materialli. Yumshoqqina. Kuzatmalar qutisi 6 talik. Konditsionerlarigacha bor. Kelinglar mana, tayyor turibdi. Bu model demasanglar, mana bu modelimiz ham bor. 1.9. Bortini o'zi 1,5 ga 1,5. Bu 4 eshikli, bu 2 eshikli. Farqi shunda asosan. Ichlari salkam bir xil. Monitorda farqi bo'lmasa, faktichki 9 modelimiz mana shu bo'ladi. Kelinglar mana salonimizda. Bu va boshqa turdagi texnikalar ham bor. Hammanglar kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Narxi bo'yicha bir og'iz nomer qoldiraman. Murojaat qilinglar akalar. Bemalol telefon qilib maksimal darajada javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.